Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Bugungi kayfiyatingiz a'lo ko'rinadi. Bunga sabab nimada? Farzandlarim, ayolim sabab. Albatta. Onajoningizga qachon oxirgi marta yaxshi ko'rishingizni aytgansiz? Har kuni aytaman. Har kuni demak. Hozir ham ayta olasizmi telefon qilib? Ha, Birgalikda aytaman. onajoningizni xursand Albatta. qilamiz. Albatta. Qarang obunachilarim, mana shu inson onajonlar telefon qilib hozir yaxshi ko'rishini aytadi. Tomosha qilamiz. Assalomu alaykum obajonim, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Yaxshi. Men sizni yaxshi ko'raman. Shuni aytsak edim. Nima ko'ramiz? Ya Xudo xolasa yana Alloh hajlari, umralar olib boraman. Rahmat, rahmat. Sağlıklıysa, dünya satayım, sayılan. Allah'ını bak, seni görüyorsa sayılan sen. Göremem bana. Akamdan sizam sog' salomat yurishda baxtimiza. Yonimdagi boyligim, o'zimni chiroyligim, ona yoningizda mening intizorligim. Uyimdagi bahorim, siz mening mehribonim, onajongina. Rahmat, sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar sizlar ham. Onajoningizni yaxshi ko'rishingizni aytib turing. Onajoningizni borida qadriga yeting.